Eshigimni kim buzdi eshigimni? Eshigimni mendan so'roqsiz kim buzdi? Men tushuntirib beradi. Kim buzdi? Kim buzdi? Mana shu ayol. Mana noqonuniy 168-modda bilan ayblangan prezident bobo. Men o'zim go'dagim bilan bu uyda olganman. Prezident boboga hozirda o'zida men murojaat qilaman endi. Mana kim buzdi eshigimni? Kim buzdi? Kim buzdi eshigimni? Meni go'dagim bilan ko'chada qo'yishga qishti kunida. Kim buzdi? Men sizlar bilan sen menga bormayman. Kim buzdi eshigim? Siz buzdingizmi? Siz buzdingizmi? Bungacha ishga javob berdingiz-ku. Sizga qaramasdan ijroga kelmayapsiz. 4-marta ijro tayinlanishi bu. Noqonuniy bo'lsa agar prezident bobo noqonuniy bo'lsa tekshirib chiqing iltimos. Men Oliy sudga xat yuborganman. Oliy suddan xatim kelgunga qadar bularga iltimos qildim. Men sog'lig'im yo'q. Iltimos qildim. Kelsin xat javobi. Meni moddiy ma'naviy 3 yillik moddiy ma'naviy zarar pulimni bersin. Keyin uyni bo'shatib chiqaman deganman. 3-sinf qizcham bilan ko'chada qoldim men hozir prezident bobo. Oqdaryodanman, Samarqanddan. Oqdaryo